Qalaysiz Dalbayev? Yaxshi, Xudoga shukr. Hammasi yaxshi, lekin unaqa so'kish shart emas edi aka, lekin tilingiz qo'rg'ir. O'sha joningizga tegdimi? Xohlamayman. O'zi uzoqlashdingiz. Uzoqlashyapman biroz. Juda uzoqlashyapman chunki endi 2 yildan beri stream qilaverib odam ham charchar ekan. 2, bola 3 yildan 4 yillab qilyapti. Endi bilmayman. Bilmaysiz. Endi Oybekka bilmayman, prosta menda interesim juda qolib ketdi. Hozir Aslanmi haypi. Bu yil Aslanmi haypi 2021-yil malika edi. Endi bu yil 2020 va izlamagan нет, okey. Bu bor narsa bu. Zo'r bo'lsa ham sendan zo'r keladi. Zo'rdan zo'r chiqadi. Zo'rdan zo'r chiqadi. Endi Aslan mendan yaxshi o'ynaydi. O'shani. Tdm o'ynasizlar bir gapir. Faqat meni yutadi lekin. Yutyapti sizni. Men umuman o'ynashni bilmayman dedi. Sizni reaksiyangiz zo'r edi. Siz PUBG'ni yaxshi o'ynardingiz, prosta bitta o'zi tushardingiz ko'p. Reaksiyangiz juda tez bo'lganda. Endi 10 soatlab o'ynardim-da, o'zi qo'lim ham o'rganib ketgan, o'yindan ham zo'r bo'lganman, har kuni o'ynab. Endi hozir bir haftada bir marta. Конечно, o'yinim chiqib ketadi. To'xtatasizmi?